بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تراويح kechalarimizni tahajjud namozlarini Alloh hammamizga muborakbod aylasin. Parvardigori olam bir-birimizni yaxshilikka chorlaydigan, yomonlikdan qaytaradigan salohiyatli mo'min musulmonlardan bo'lmog'imizni Allohim nasib qilsin. Albatta as-suhbatu mu'assira. Suhbatning o'ziga yarasha ta'siri bor. Sherikning ham suhbatning bir-biriga o'ziga yarasha yo ijobiy yo salbiy ta'siri bor deb olimlar aytgan ekanlar. Albatta bir gapni gapiraversa, u ta'sir qilmay qo'ymaydi. Hazrati Umar radhiyallohu anhu Qur'onni kitob shakliga keltirishni Abu Bakrdan iltimos qilib o'tindilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu aytdilar: "Kayfa af'alu fi'lan lam yaf'alhu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam." Hazrati Rasululloh qilmagan ishni qanday qilay? Payg'ambar alayhissalom zamonlarida Qur'on yaxlit bir kitob shakliga keltirilmagan, yaxlit shaklga yozilmagan edi. Hazrati Umar aytadilar: "Shunchalar o'tinib iltimos qilaverdimki, mening kelgan xulosamga Abu Bakr rozi bo'ldilar. Alloh u kishiga ham o'sha ilhomni berdi" deb aytadilar. Bundan chiqadiki, inshaalloh suhbat albatta ta'sir qiladi. So'z ta'sir qilmasdan qolmaydi. Kecha ba'zi birodarlardan aytgandikki, yaktak kiyish masalasini va bugun masalan milliy kiyimlar kiyilishi, asliyatimizga qaytish masalalariga alhamdulillah bugun qarasak 3 kishi, 4 kishi, 5 kishidir yaktak kiyib kelibdilar, chiroyli bir holatda namozga qoyim bo'ldilar. 2002-yillar, 2003-yillar Xo'ja Tabband masjidiga imom bo'lib kelgan paytimizda amru ma'ruf qilardik. O'sha payt Madina universitetini tugatib kelganmiz. Ayni shiddat, ayni bilak kuchga to'lgan payti bir kuni kelib Alloh rahmat qilsin dadamga aytdimki, "Dadajon, shuncha tayyorlanaman. Tun bo'yi amru ma'rufga tayyorlanaman. Bir amru ma'rufga 3 kun, 4 kun tayyorlanaman. Shuncha chiqib gapiraman, lekin odamlarga foydasi kam, ta'sir qilmaydi." Demak, foydasi kam bo'lsa, ta'sir qilmasa endi yig'ishtiraman. Nima kerak? Gapiraverasiz, ta'sir qilmaydi. Gapiraverasiz, ta'sir qilmaydi. Umringiz ketyapti. Boshqa joyga borib biron ishlayman. Deganimda Alloh rahmat qilsin dadam aytgandilarki, "Bolam, sizday odamlar, ma'naviyat, ma'rifat yo'lida ishlaydigan odamlar bir xipcha kabi, o't kabi xipcha, yog'och. Qiymati uni deyarli yo'q. Bir parcha yog'och bo'lsa, ko'chaga yotgan bo'lsa, kimga kerak u? Yo'q. O'sha 2003-2004-yillar eslaringizda bo'lsa, yo'llardagi quduqlarni og'zini o'g'irlab sotish urf edi. Ko'chalardagi quduqlarning og'zi ochiq bo'lardi. Sizlar derdilar, o'sha bir cho'pga o'xshaysizlar. Kerak bo'lsa ko'chaga yotgan bo'lsa, uni qadri yo'q. Lekin bir quduqni og'zi bo'lmasa, o'sha arzimagan cho'pni birov kelib quduqqa qadab qo'ysa, bitta qizil ipcha bog'lasa, yuzlab mashinlarni falokatdan asragan bo'ladi, millionlab so'mlarni odamlarga asrab bergan hisoblanadi. Bu yo'lga odamlarga xizmat qiladiganlar xuddi shunday. Ular go'yoki shu yo'ldagi chuqurdan odamlarni saqlash uchun tik qilib qo'ygan shu narsalarga o'xshaydi. Sizlar turasizlar, o'ylaysizlarki qiymatlaringiz yo'q, qadrlaringiz yo'q, lekin sizlarni ko'rib yuzlab mashinalar o'sha chuqurni chetlab o'tadi, najot topadi, manziliga yetadi. U chuqur gunohlar chuquri, shirk chuquri, bid'at chuquri, xudosizlik chuquri, o'sha chuqurlardan necha karvonlarni xalos bo'lishligiga sabab bo'lasizlar deb meni yupatgandilar, tasalli bergan edilar. Albatta, odamizot hargiz noumid bo'lmasligi kerak. Nuh alayhissalatu vassalom qavmlarni 950 yil da'vat qildilar.
10 asr 950 yil payg'ambar Nuh da'vatni odamlarga chorlash chaqirishni hamma uslubini qo'lladilar. Inni da'awtu qawmi laylan va nahara. Tunukun qavmimni chorladim. Tunukun. Va inni kullama da'awtuhum liyastaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara. Nuh nima dedilar? Men qavmimni da'vat qilaverdim. Aytaverdim, Xudodan qo'rqinglar, shirk keltirmanglar, Allohga qaytinglar, yomonlik qilmanglar va hokazo deverganim sari ularni kufrlari oshib bordi. Meni eshitmaslik uchun barmoqlarini quloqlariga tiqib oldilar. Kiyimlariga burkanib oldilar. Uni ustiga yana men da'vat qilaverdim. Alloh taolo bu suralarni, bu oyatlarni, bu ko'rinishlarni Qur'onda keltiryapti. Hazrati Muhammad alayhissalomga aytayapti. Toyinki undan biz ibrat olaylik. Biz payg'ambar emasmiz. Vahiy bizga kelmaydi. Biz oddiy bir odammiz. Lekin alhamdulillah albatta aytishni foydasi bor. Albatta amru ma'ruf befoyda qolmaydi. Hazrati Zakariya alayhissalatu vassalom. Hazrati Zakariya alayhissalom Qur'oni Karimda Alloh o'qishini keltiradi. Sifatlaridan bittasi. Va wahabna lahu Yahya va aslahna lahu zawja. Biz Zakariyoga Yahyoni berdik. Farzand. Yahyodek farzandni berdik va ayollarni salohiyatli qilib qo'ydik. Mufassirlar aytadilar, o'shanda Hazrati Zakariyoni yoshlari 90 da edi. 90 yoshga kirganlarida Hazrati Zakariyo farzandlik bo'ldilar va aslahna lahu zawja. Ahlu ayollarini, xotinlarini u kishining itoatlariga labbaygo'y qilib qo'ydik. Ya'ni ayollarni itoatli qilib qo'ydik. Demak, Zakariyo 20 yoshda uylangan bo'lsalar, keling 30 yoshda bo'lsin. 80 yoshga borib Zakariyoni ayollari itoatli bo'lgan ekan. Zakariyo necha yil ayollarini, xotinlarini da'vat qildilar, necha yil sabr qildilar? 50 yil, yarim asr. Yarim asr ayollariga aytaverdilar, gapiraverdilar, aytaverdilar, da'vat qilaverdilar. Alloh taolo undan keyin duolarini qabul qildi-yu, Parvardigor olam ham Yahyoni berdi farzand o'laroq, ham ahli ayollarini isloh qildi. Inshaalloh ushbu kunlarda, ushbu tunlarda turibmiz, xayrli kunlarda turibmiz. Noumid bo'lmaylik. La tayasu min rawhillah. Ilohiy marhamatdan hargiz noumid bo'lmang. Payg'ambar alayhissalatu vassalomga aytadi: "La tayasu min rawhillah." Alloh taoloning rahmatidan hargiz noumid bo'lmang. Payg'ambar alayhissalatu vassalom bir kun sahobalarni chorlaydilar, dini diyonatga chaqiradilar. O'sha jamoat quloq solmaydilar. Payg'ambar alayhissalatu vassalom aytadilar: "Hammalaringiz do'zaxiy" dedilar. Shunda Jabroil alayhissalatu vassalom kelib, "Ey Muhammad, jannat va do'zaxni vasfini qilishga sizga izn berildi. Lekin odamlarni jannati va do'zaxiy qilishga sizga izn berilgani yo'q. Jannatni, do'zaxni vasfini qiling. Jannat unaqa, do'zax bunaqa deng. Lekin odamlarni ajratish, sizlar jannati, sizlar do'zaxiyga sizga ey Muhammad alayhissalom izn berilmadi. Nima uchun Alloh taoloni bandalarini noumid qilasiz deb payg'ambar alayhissalomga Jabroil alayhissalom tanbeh bergan ekan. Payg'ambar alayhissalatu vassalom sahoba-i kiromlarga mana shu yo'ldan borib da'vat qildilar. Hazrati Rasululloh Muhammad alayhissalom bizsiz emas, xayru valadi Adam. Hazrati Odamning farzandlarining ulug'i, ilohiy vahiy bilan quvvatlanib turgan zot Toifdan chiqayotgandilar. Makka mukarramadan 70 kilometr bo'lgan Toifga bordilar. 90 kilometr, ba'zida 70 kilometr Toifga bordilar. Tog'lar osha. Ularni da'vat qildilar. Abdu Yalayl ibn Abdi Kilal degan raislarni chaqirib, unga islomni tushuntirdilar. Dini diyonatni unga o'rgatdilar. Ammo u "Men
sening diningga kirmayman dedi. Undoq bitta iltimos dedilar. Meni kelganimni hech kimga aytma dedilar. Bo'ldi. Shu iltimos, odamgarchilik iltimosi, meni kelganimni hech kimga aytma. Xo'p dedi. Parda orqasidan o'tib hammaga e'lon qildi. Qurayshning dindan qaytgani, Quraysh kalaka qilib yurgan odam kelibdi deb. Hazrat Payg'ambar alayhissalom uning oldidan chiqsalar, qarasalar ko'chaning ikki tarafi aqlsiz yosh bolalar, tentak ayollar. Hazrat Payg'ambar Muhammad alayhissalatu vassalomni toshbo'ron qildilar. Qo'llariga kelgan narsa bilan payg'ambarimizni uraverdilar. Payg'ambar alayhissalatu vassalom Payg'ambar alayhissalatu vassalom Toifdan chiqdilar. Yuraverdilar. Boshlari oqqan tarafga keldilar. Hatto Qarnus Sa'alib degan joyga keldilar. Tindilar. Payg'ambar, Allohning payg'ambari. Tinib to'xtaganlardan keyin qarasalar boshlarini ustiga bir soyabon bulut. O'zlariga keldilar, qarasalar bulut. Qarasalar Jabroil alayhissalom. Hazrat Jabroil aytdilar: "Ya Muhammad, ey Muhammad, fi iznika malakul jibal law aradta la atbaqtu alayhimul akhshabayn." Ey Muhammad, men bilan birga tog'lar farishtasi kelgan. Tog'lar farishtasi. Xohlasang qanoti bilan bir uradi. Ikkita tog'ni olib seni xor qilgan qishloqni yoppasiga yopib tashlaydi. Qiyomatgacha nafasi chiqmaydi dedi. Payg'ambar alayhissalom oyoqlariga qarayaptilar. Qovushlari qondan to'lgan. Ustlari chang, g'ubor, kiyimlari yirtilgan, yirtiq kiyim ichida Hazrat Rasululloh rahmatan lil alamin Payg'ambar alayhissalom nima dedilar? La'allalloh yukhriju min aslabihim zurriyat ya'budunalloha va la yushrikuna bihi shay'a. Undoq qilmang. Shoyatki bularning pushtu kamarlaridan, shoyatki bularning avlodlaridan bir zotlar chiqsaki, ular Allohga ibodat qilsa-yu, unga hech narsani shirk keltirmasa, salohiyatli odamlar chiqsa. Bag'ri keng odam, da'vatchi odam, odamlarga yaxshi ilinadigan odam mana shunaqa xayruxoh bo'ladi. Odamlarga yaxshilikni ilinadi. Hargiz shoshilmaydi. Shuning uchun Alloh Payg'ambar alayhissalatu vassalomga shoshilmaslik uchun Zinnun Yunusni qissasini keltirdi. Ey Muhammad, Zinnundek shoshilmagin. To izin bo'lmasa qavmingdan chiqib ketmagin. Ey Muhammad, sabr va toqat qilgin, ularni da'vat qilgin. Ey Muhammad, Zinnunga o'xshamagin. Seni baliq yutadi. Zulumotlarga qolib ketasan. Fi zulumatin salas, zulmotlar seni o'rab oladi deb Alloh subhanahu va taolo misollarni keltirdi. Mu'minun surasini tilovat qilyaptilar qora akam. Mu'minun surasini zikr qilyaptilar. Mu'minun surasidan ibrat olishligimiz kerak. Qur'oni Karimda kelgan har bir payg'ambarning hayotlari biz uchun ibrat. Har birlarining hayotlarining bir jabhasidan o'rnak olmog'imiz darkor. Alhamdulillah. Hazrati Payg'ambar alayhissalatu vassalom, ulardan keyin kelgan ashabu kiromlar, ulardan keyin kelganlar ahli haqqa namuna bo'lganlar. Sabr va toqatga timsol bo'lganlar. Fuzayl ibn Iyaz as-Samarqandi rahimahulloh. Fuzayl ibn Iyaz degan bir katta yo'l to'sar o'tgan. Qaroqchi. Qadim zamonda yo'l to'sarlik, qaroqchilik urf bo'lgan. Qaysi bir mamlakatning siyosati sust, quvvati zaif bo'lsa, turli tuman to'dalar chiqib karvonlarni talagan. Qaroqchilar bo'lgan. Fuzayl ibn Iyaz endi qaroqchilarning sardorlari bo'lgan. Hazrat Fuzayl ibn Iyaz kechqurun yuradilar. Endi qaroqchilar albatta kechqurun chiqadi karvonni talash uchun. Bu kishi katta qaroqchi, dongdor, hamma bu kishining ovozalarini eshitgan, nomlarini eshitsa hamma qo'rqadi. O'tganni o'rog'ini, ketganni ketmonini nima qiladilar? Olib qo'yadilar.
Fuzayl ibn Iyoz kechqurun ketayotgan paytlarida qarasalar, boloxonada, tepa bir xonada chiroq lip-lip yonib turibdi. Pastgina chiroq. Fuzayl ibn Iyoz aytdilar, nima bo'lsa kerak bu chiroqqa? Agar mendek o'g'ri bo'lsa, o'g'irlik qilib kelgan pulni sanayapti. Kirib olaman. Chirog'ini o'chirmagan yakka bir ayol qolgan bo'lsa, unga ham menga o'lja. Chiroqni yorug'ida biror bir reja tuzilayotgan bo'lsa, rejani bilib olaman. Ulardan oldin harakat qilaman, o'ljamaniki. Daraxtga chiqdilar. Daraxtni shoxidan qaradilar. Qarasalar bir ayol. Bir o'zi joy namoz ustida qiblaga qarab Qur'on tilovat qilyapti. Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah va ma nazala minal haqq degan oyatni takror o'qiyapti. Mo'minman degan odamlarning qalblari Xudodan qo'rqish vaqti kelmadimi? Nahot ularning qalblari Allohning zikri bilan taskin topmasa. Mo'minman deydilar. Allohning zikri bilan ularning qalblari qo'rqmaydimi? Allohning zikri bilan ularning qalblari taskin topmaydimi? 3-4 marta eshitdilar. 3-4 marta shohidi bo'ldilar. Quloqlariga bu ilohiy kalom malham bo'lib kirdi. Bolg'adek ta'sir qildi. Daraxtdan yiqilib tushdilar. O'zlarini zo'rg'a ko'tarib bir xarobani ichiga kirib oldilar. Butun vujudlari zirqirab, og'rir, tanu jonlari dag'irlar edi. Bir xarobaxonani burchagiga borib, kunduzini kutdilar. Chaponlariga o'ralib yota boshladilar. Bir payt yana ikkita odam keldi. U ikkita odam bir-bir bilan gaplashardi. Tura qoling, sahar bo'ldi, endi yuramiz, sheriga aytardi. Bilasanmi, bu yer Fuzayl iflosni joyi. Sal g'ira-shira bo'lsa ham otimizni olib qo'yadi. Fuzayl etishdiyaptilar u yoqqa. Yana bir muddatdan keyin sheriga, tura qoling, keta qolaylik, safarni davom ettiraylik. Shoshmay tur, yaxshiroq yorug' bo'lsin. Fuzayl iflos uxlasin, keyin yuramiz. Fuzayl eshityaptilar. Fuzayl ibn Iyoz u xarobadan chiqdilar. To'g'ri Makkaga qarab yo'l oldilar. To'g'ri, hech qayerga qaramasdan. Hamma narsani bahridan chiqdilar. Bir umrlik sarmoyani, qaroqchilikdan topilgan hamma narsani kesdilar. Makka-i Mukarrama tomon bordilar. Bir necha yildan keyin Makka-i Mukarramaga imom bo'ldilar. Katta olim bo'ldilar, kitoblar yozdilar. Fuzayl iflosdan Fuzayl ibn Iyoz as-Samarqandi rahimahullohu taolo katta olim bo'lib yetishdilar, kamolot topdilar. Shuning uchun Alloh taolo har bir bandaga nafas beribdi. Har bir bandaga jon beribdi. Alloh taolo undan o'nglanishni, iymonga kelishni, salohiyat topishni Alloh taolo istaydi. Alloh bizdan yaxshilik istaydi. Yomonlik hargiz istamaydi. Alloh taolo bizga imkoniyat beradi, fursat beradi, yaxshilik beradi. Qarang, imkoniyatlar kengligini qarang, mikrofonni qarang, 1 kilometrgacha ovozi boradi. Shu katta imkoniyatda. Avvallari ovozlar 20 metrga borgan, hozir kilometrga boradi. Ijtimoiy tarmoqlar, ochamiz Qur'on, ochamiz hadis, ochamiz yaxshi gap. Shu imkoniyatda. Mashinamiz ishlab turibdi, yugurib kelamiz jamoat namoziga. Shu imkoniyatda. Bu imkoniyatlarni Alloh taolo beraveradi, toyinki Alloh bizlardan yaxshilik istaydi. Inshaalloh ushbu tarovih kechalarida turibmiz. Mohi sharifi Ramazonni qoq o'rtasida turibmiz. Alloh taologa behad shukrlar bo'lsinkim, shu imkoniyatlardan unumli foydalanishni biz sizga nasib qildi. O'zi keltirdi. O'zi safga qoim qildi. O'zi vaqt berdi, o'zi imkoniyat berdi, o'zi sog'lik berdi. Eng katta ne'mat, o'zi tavfiq va hidoyat va
insof berdi turibmiz. Alloh taolo bu ne'matni ziyoda qilaversin. Iloho atrofimizdagilarni ham bizlarini saflarimizga Alloh qo'shsin. Qavmu xeshlarimizni, aka-ukalarimizni, opa-singillarimizni, mahalladosh, vatandoshlarimizni ham saf tortib tarovih namozlariga ishtiroklarini Alloh nasibu muyassar aylasin. Qorilarimizni, olimlarimizni ko'paytirsin. Alloh taolo hammamizni yaxshilikka sababchi bo'lmog'imizni, minglablarga Qur'on o'rgatmog'imizni, minglablarga kalima o'rgatmog'imizni, minglablarga tahorat, namoz o'rgatmog'imizni iloho Parvardigor bizni sizga nasiba-yu muyassar aylasin. Ana 2050-yil bo'ldi. 2025-yil shu amru ma'ruf bo'lgandi. Shundan keyin bel bog'ladim. 25 yil davomida har yil 100 ta odamni namozxon qildim. 2,5 ming odamni namozxon qildim. Janoza namozimiz o'qilsa, orqamizda 3 ming odam, o'zimiz unga ibodatni o'rgatgan odam, Robbim bu bandangni rahmat qil deb tursa, nechog'lik baxt bo'ladi. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim, g'ayril mag'dubi alayhim valaddallin. Bi rahmatika.